Assalomu alaykum, qadrli kanalimiz kuzatuvchilari. Keyingi paytlarda xabaringiz bor, sog'liqni saqlash tizimida jiddiy o'zgarishlar, jiddiy islohotlar amalga oshirilyapti. Ularning orasida davlat tibbiy sug'urtasi aralashuvi bilan juda ko'p o'zgarishlar yuzaga keldi. Mazkur tizimning ishlash mexanizmi haqida yanada to'liq bir ma'lumot, siz azizlarga ma'lumot berish maqsadida studiyamizga davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi matbuot va PR xizmati rahbari Sayyora Shoyevani taklif etdik. Assalomu alaykum. Assalomu. Xush kelibsiz studiyamizga. Salomat bo'ling. Umuman mana shu davlat tibbiy sug'urtasi mexanizmi haqida avvalambor kanalimiz kuzatuvchilariga bir ma'lumot berib o'tsangiz, umuman bu tizim qanday ishlaydi va uni deylik bemor oldidagi va tibbiyot xodimlari oldidagi majburiyatlari qanaqa? Umuman bu yangilik bugun nima beradi odamlarga? Mana shu haqida qisqacha bir ma'lumot bersangiz avvalasiga. Gulruxon, rahmat savollaringiz uchun, davlat tibbiy sug'urtasi tizimiga e'tibor qaratayotganlaringiz uchun rahmat. Davlat tibbiy sug'urtasi bunda aholidan hech qanday badal puli olinmaydi. Endi biz odatda sug'urta deganda o'rganib qo'yganmiz. Chunki eng birinchi sug'urta haqidagi tushunchamizda masalan mashinani sug'urta qilish, uyni sug'urta qilish va bu 1 yillik bo'lishini endi hammamiz bilamizda. Va agar qanaqadir fors major holatlarda sug'urta kompaniyasi to'lab beradi. Biz davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasini bunday sug'urta kompaniyalari bilan adashtirish kerak emas. Eng avvalo Ko'pchilik shu xayolga bordi. Boshdan hali ham shu xayolda yurganlar bor. Biz o'zimizga ham ko'p shunaqa chalkashliklar tushunishadi. Keyin ijtimoiy sug'urta bor ekan deyshadi. Ijtimoiy sug'urta bu boshqa narsa. Sug'urta kompaniyalari ular yana bir boshqa mavzu. Davlat tibbiy sug'urtasi bu o'z nomidan ham aytib turibdi, davlat tibbiy sug'urtasi. Ya'ni davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi prezidentimizni 2020-yilda qabul qilingan qarorlar asosida tashkil etilgan va Sirdaryo viloyatida tajriba ishlarini olib borgan. Maqsad esa aholini umrini uzaytirish, ularni sog'lomlashtirish, mana shu qiyin ahvolda va og'ir kasalliklarga uchrashini ertaroq oldini olib, skrining tekshiruvlarini o'z vaqtida olib borish orqali insonlarda shu hayotda sifatli tibbiy xizmat olishlarini, umri uzayishini ta'minlash, shuningdek tibbiyot muassasalarini sifatli, aniq, maqsadli ishlashini hamda tibbiyot xodimlarining manfaatdorligini oshirish ham nazarda tutilgan. Bu yerda shuningdek eng asosiy maqsadi, bilasizmi, davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi bu moliyaviy tashkilot deb aytsak ham bo'ladi bu hisobdan. Nimagaki O'zbekiston sharoitida, umuman O'zbekistonda tibbiy xizmatlarni sotib oluvchi yagona xaridor sifatida bu tashkil etilgan. Bu tashkil etilgan nima beradi? Endi agar moliyaviy jihatdan ko'radigan bo'lsak, tibbiyot muassasalaridan tibbiy xizmatni sotib olishi bu mablag'da o'sha maqsadli, aniq sarflanishini ta'minlaydi. Aytaylik shu paytgacha masalan tibbiyot muassasasiga borganimizda aytaylik kichkina oddiy poliklinikaga ba'zida qo'lqop so'rash yoki oddiy shpris, aytaylik paxta, spirt, xullas mayda chuyda narsalarga o'xshab ko'rinadi, lekin o'sha kelayotgan bemordan yoki aholidan shunday mayda chuyda har xil narsalar talab etilgan, olib keling o'zingiz bilan. Tibbiy sug'urta nima qilyapti? Davlat tibbiy sug'urtasida bu tibbiyot muassasalarining xizmatlari sotib olinyapti va ularda o'sha berilgan mablag'da aniq sarflanishi hamda aholiga yetib borishi kuzatib boriladi. Bu bilan biz tibbiyotga ajratilayotgan pullarda aytaylik tibbiyot muassasasini zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlanishi, o'sha aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarning yaxshilanishi, kompyuterlashtirilishi, raqamli tizimga o'tilishi hamda mana bu davlat tibbiyot muassasalarini ham sharoitlarini mana palatalarda aytaylik, karavotlardagi o'sha xonalarda umuman sharoitini yaxshilashda, chunki bizda mana odamlar ko'proq xususiyni va yaxshi, chiroyli deb ma'qul ko'rishadi. Nimagaki xususiy bo'lgandan keyin o'sha xususiy klinikani tashkil etgan odam uni maqsadi bor va pulni aniq sarflaydi. Men mana shu xususiy klinikamni shunday bezatsam yoki mana bu texnologiyalar olib kelib o'rgatsam, menga mana shuncha aholi murojaat qiladi va men bundan mana shuncha mablag' ishlayman degan fikr borda. Endi bu
Hozir siz to'g'ri deb o'ylayman bu shunaqa bo'lishi. Shunday. Xuddi endi davlat muassasalari ham mana shunday raqobatga kirishishi kerak bo'ladi. Nimagaki aholimiz haqiqatdan sifatli, chiroyli tibbiy xizmat olishga, yaxshi xonalarda davolanishga, eng yuqori texnologiyalardan foydalanib o'zlarini tekshiruvlardan o'tkazishga loyiq axir. Siz mana hozir poliklinikalar haqida gapirdingiz. Odatda masalan davlat tibbiy sug'urtasi orqali sug'urtasidan foydalangan holda davolanish haqida gap ketganda biz ko'pincha katta kasalliklar, deylik operatsiyalar haqida tushuncha paydo bo'ladida. Lekin mana siz poliklinikalar haqida ham gapirib o'tdingiz, birlamchi tibbiyot. Aslida birlamchi tibbiyot o'zi azaldan ham bepul emasmidi aholiga? Bu yerda tibbiy sug'urtani qanday bog'liqligi bor? Aytganimdek, mana davlat tibbiy sug'urtasi bu yerda tibbiyot tizimida qandaydir yangilik yoki islohot olib kirayotgani yo'q. Uni qilayotgan ishi tibbiy xizmatni sotib olyapti va buning uchun sifat talab qilyapti. Bu aytganimizdek, masalan, tibbiyot bizda doim aytilgan bepul, pullik emas deb. Lekin endi eng achinarlisi hammamiz bilamiz, o'sha boyagidek eng kichkina qo'lqoplar yoki o'sha shprislar va yana boshqa sekin ko'tarib boravergan bu narsaga har birimiz duch kelganmizda. Va buni masalan bepul-ku deb talab qilib so'rab ola olmaganmiz. Endi tibbiy sug'urta joriy qilingandan keyin aholi uchun tibbiy sug'urta o'sha mablag'ni tibbiyot muassasasiga to'lagandan keyin u aholini o'rnida jamg'arma so'rayapti. Mana senga shuncha pul ajratdik, mana bu pulni yo'naltirdik. Bunga masalan o'sha tibbiy xizmatlarni yaxshilash kerak edi. Nima uchun yana aholida o'sha norozilik bo'lyapti? Mablag'laringiz yetarli-ku, mana dori olishga ham yoki mana shu boshqa tibbiy jihozlar olishga ham mablag'laringiz bor-ku, biz sizlarni ta'minlayapmiz-ku degan savol chiqib, bu aholini o'sha tibbiy madaniyatini oshirishga kelganda o'zini huquqlarini, o'z majburiyatlarini his qilishiga ham sabab bo'ladi. Keling, yana ham aniqlashtiraylik. Bugun mana poliklinikaga borgan bemor nechta kasalliklar va qaysi turdagi dori-darmonlardan bepul foydalanish imkoniyatiga ega? Biz mana shunday savollarga javob berish maqsadida Sog'liqni saqlash vazirligi bilan birgalikda kafolatlangan paket ishlab chiqilgan. Birlamchi tibbiy muassasalar uchun, ya'ni o'sha oilaviy poliklinika ko'p tarmoqli uchun. Bu yerda kafolat paketi deganimizda endi ko'pchilikda xayolda yana paket keladi, qandaydir nima. Bu kafolatlangan hajm desak ham bo'ladi. Sog'liqni saqlash vazirligi bilan qilingan bu va bunda aytaylik mana bemorni har yilda 2 marta skrining tekshiruvlaridan o'tishi, profilaktik tekshiruvlardan o'tishi va keyin masalan bemorlik holati bo'lganda oilaviy shifokorning unga yordam ko'rsatishi, qon tahlillari, masalan o'sha diabetni tekshirish, biokimiyalik tekshiruvlar, onkologik tekshiruvlar. Xullas bular juda ko'p. Bu yerda 100-200 talab nimalar ko'rsatilgan. Qon tahlillarining turlari bor, juda ko'p. O'sha kafolatlangan paketning ichida. Bu kafolatlangan paketning ichida. Uni va darajasi bor. Masalan, oilaviy poliklinikada qaysilar o'sha UZIlarni qilish bor, rentgenlar, mana shu turli xil qon tarkiblarini tekshirish, peshoblar, boshqa xullas juda ko'p narsalar bor-da yerda. Biz oilaviy poliklinikada dori-darmonlar bilan bir qatorda o'sha tibbiy xizmatlar. Keyin masalan kunduzgi shifoxonalar tashkil qilindi. Aholiga bu ham qulay, больницада yotgandan kunduz kuni borib ukol dorisini olish uchun. Va shuningdek, hozir yana bitta nima bor, reimbursatsiya dasturi ham bor. Bu ham oilaviy poliklinikadan boshlanadi. Ya'ni bunda masalan surunkali bemorlar bor, surunkali kasalliklar bor, surunkali kasallikdagi bemorlar bular D nazoratda turadi. Juda ko'pchilik bilan mana qon kamligi bo'yicha anemiya yoki doimiy qon bosimi baland bemorlar shunday guruhlari bor-da. Va bu bemorlarga reimbursatsiya dasturi qilindi. Bu to'g'ri, bu davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasining asosiy eng qiziq nimalaridan, islohotlaridan bittasi. Bunda mana shu D ro'yxatda turgan oilaviy shifokor ro'yxatga olgan bemorlarga 28 xildagi dorilarni dorixonalar orqali bepul yetkazib berish. Poliklinikadan emas, dorixonalardan. Bu yerda oilaviy shifokor elektron tarzda yo'llanmani shakllantiradi bemorga. Har oyma-oy bu dorilarni olishi mumkin. Shu yerda yana bitta fikrni ta'kidlab o'tish kerak deb o'ylayman, chunki ko'pchilik aholi aptek dorixonalardan olish mumkin deganda hamma dorixonalardan olish mumkin deb o'ylaydi. Lekin aslida bu ham
kelgusida nasib bo'lsa hamma dorixonalardan olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Lekin ayni paytda hozir biz eng yaqin mana oilaviy poliklinikalardagi yonidagi atrofidagi dorixonalar bilan ko'proq shartnoma tuzyapmiz. Nimagaki endi bemor masalan qayerdandir dori qidirib yurishi ham nima deymiz o'zini hududiga yaqin bo'lgan joydagi bemorlarda o'sha haqida qayg'uryapmizda. Oilaviy poliklinikaga kirib oilaviy shifokori retsept yozib beradi, elektron tarzda bu retsept dorixonaga tushadi. Bu dorixona bilan davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi shartnoma tuzgan bo'ladi. Nimagaki baribir biz bepul dori deganimiz bilan bilasiz, bu dunyoda bepul narsa yo'q. Aholi uchun bepul bo'lyapti. Nimagaki uni o'rniga davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasi to'layapti bu pulni. Lekin aholiga bepul bo'lyapti bu. O'sha dorixonada o'sha dorilar ancha muddat yo'q bo'lsa, o'sha retsept berilgandan so'ng shunaqa holat ham bo'lishi mumkinmi? Bu yerda bilasizmi, biz 12 xildagi kasalliklarga hozircha 28 turdagi dorilar berilyapti. Bu mana doimiy qon bosimi oshishi, qandli diabet, anemiya, endokrinologik ba'zi bir kasalliklar, bolalarda ko'p uchraydigan gijja kasalliklari bo'yicha. Xullas bu agar bizda eshitib turgan tinglovchilarimiz oilaviy shifokorlari bilan gaplashsa, oilaviy shifokorlar ularga bu masalada aytib berishadi. Nimagaki biz oilaviy shifokorlar bilan qariyb 3 yildan buyon tushuntirish, targ'ibot ishlarini olib boryapmiz. Tushuntiryapmiz, aytyapmiz. Shu dorilarni oladi va bu bemorga telefoniga SMS keladi. U telefoniga kelgan SMSni kodini borib jamg'arma bilan shartnoma tuzgan aptekaga aytadi. Menda mana shu, familiyam shu, menga mana bu kod keldi. Dorixonadagi o'sha sotuvchi kompyuterdan o'zi buni ko'radi. Nimagaki bu tizim raqamlashtirildi. Ko'rib, ha, mana to'g'ri, shu kodini aytdingiz, sizga mana qonni ko'paytiruvchi va mana doimiy qon bosimini nazorat qilib turadigan dorilar yozilgan ekan. Bu yerda mana shu elektron retseptni muddati 7 kun bo'ladi. Oilaviy shifokor yozib bergandan keyin 7 kun davomida borib jamg'arma bilan shartnomasi mavjud bo'lgan dorixonadan olishi huquqiga ega bemorlar. Endi hozir mana birlamchi tibbiyot haqida gapirdik. Endi keling yana ham bir murakkablashtirsak, ya'ni deylik bemor yuqori texnologik operatsiyaga yoki uzoq muddatli bir davolanishga muhtoj. U bu dasturdan qanday foydalanish mumkin? Bu qanday imtiyozlardan qay tarzda foydalanish mumkin? Etapma-etap shuni bir yaxshi. Bu yerda-chi mana oilaviy shifokorga asosiy e'tibor berilyapti-da. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida bu tizim ishga tushib, aholiga yana ham yaqinlashish uchun oilaviy shifokor asosiy nima deymiz, asosiy o'rinda turadi-da. Nimagaki mana shu aholini hamma tibbiy xizmatlar bilan ta'minlanishi, uni qaysi darajadagi tibbiy xizmat olishini oilaviy shifokor hal qiladi. U yaxshiroq biladi. Buni sababi biz yashayotgan hududimizdagi oilaviy shifokor ba'zilarida masalan o'sha hududda yashab, o'sha hududda keksalik gashtini surayotgan bo'lishi mumkin. Bu oilaviy shifokor sizda oilangizni, oilangizda qancha odam bor, qanday kasalliklarga moyillik bor, kimda bolaligida masalan qanaqa kasallik bo'lgan va hozir nimadan aziyat chekyapti. Bu ma'lumotlarni u biladi-da. Har qanaqasiga tekshirganingizda oilaviy shifokor inson haqida, uning oilasi haqida ko'p ma'lumotni biladi. Shu sababli biz oilaviy shifokoriga yo'naltiryapmiz hamma e'tiborni. U bemorlarni taqsimlashni ham biladi. Shuningdek, masalan, oilaviy shifokoriga bu yerda yordamchi qo'llanma sifatida Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli buyruqlari, qarorlari, nima ko'rsatmalari bor-da. Mana bemorni masalan qaysi holatda kunduzgi shifoxonada davolash mumkin. Uni ko'rsatkichlari qanday bo'lganda uni viloyat darajasidagi yoki tuman darajasiga yuborish mumkin. Qaysi holatda masalan respublika darajasida davolanishi yoki operatsiyaga yuborish mumkin. Bu protokollar, standartlar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan va oilaviy shifokorlar bundan necha yillardan buyon foydalanadi. Bundan xabardor. Hozir bu narsalar yuzaga chiqayotgani davlat tibbiy sug'urtasi mablag' to'layotganda, ya'ni mana shu tibbiyot muassasasini moliyalashtirish jarayonida mana shu Sog'liqni saqlash vazirligi qo'ygan protokol, standartlar, buyruqlarni qanday bajarilishini ham kuzatib boradi. Chunki har bir narsada tartib, har bir narsani huquqiy me'yorlari bo'lishi kerak. Endi mana oilaviy shifokor deylik, yo'llanma
o'sha aynan o'sha tegishli qoidalar asosida unga yo'llanma berishga haqli. Albatta. To'g'rimi? Ha. Va bepul degan joyimiz ham oilaviy shifokordan boshlanadi. Tibbiy xizmatlar bepul deb aytyapmiz, lekin kimlardir aytadi, yo'q, men bordim, pul to'ladim. Shunday. Nega mendan pul olishdi deydi. Buni sababi oilaviy shifokorning yo'llanmasini olmasdan borgan bo'lishi mumkin. Agar oilaviy shifokor sizga mana viloyat darajasidagi shifoxonada davolanishingiz uchun yo'llanma berdi va siz bu yo'llanma bilan borganingizda sizdan hech qanday to'lov talab qilinmaydi. Lekin siz oilaviy shifokoringiz viloyatga borib davolaning deb turganda, yo'q, men respublikaga borib davolanaman deb o'z boshimcha ketsangiz, demak siz bu yerda o'sha tartiblarga rioya qilmayapsiz va pul to'lashingizga to'g'ri keladi. Ko'pchilik bizga shunaqa shikoyatlar bilan kelyapti. Ko'pchilikning xayolida yo'llanma oldimmi, birinchi navbatda meni operatsiya qilishlari kerak degan yoki meni davolashlari kerak degan tushuncha ham mavjudda. To'g'rimi? Buni qayerda nazorat qilish mumkin va buni tartibi qanaqa bo'ladi? Mana bilasizmi, endi navbat deymiz, boshqa deymiz-ku, aslida bu dunyoda navbatsiz hech narsa yo'q-da. Biz mana o'zimizni tibbiy sug'urtani joriy qilish jarayonida xalqaro hamkorliklar qilyapmiz, boshqa davlatlarni kuzatyapmiz, ularni butun dunyoda bor bu tizim. Ekspertlarni o'zimizga taklif qilib gaplashyapmiz, lekin bilasizmi, navbatsiz baribir imkoniyat yo'q. Chunki tibbiyot muassasalarimizda imkoniyati ham cheklangan. Shunday. Tibbiyot vrachlarini o'sha operatsiya qiladigan doktorlar ham 24 soat operatsiya qila olmaydi axir. Albatta. Bu masalan kuniga 2 ta sifatli yaxshi qilish mumkin. Mayli juda bo'lmaganda shogirdlar yordamida 3 ta qilish mumkin, lekin undan ortiq imkoniyat yo'q-ku baribir. Shu sababli masalan bitta misol Qozog'iston mana yonimizda, ularda ham tibbiy sug'urta jarayoni ketyapti. Yaqinda bir taklif qilib gaplashganimizda o'sha davlat tibbiy sug'urtasiga o'xshagan sug'urta qilishyapti ularda ham. Shuni boshlig'i direktor aytyapti. Men UZIga tushmoqchi edim. Bu yuragimda muammolar bo'ldi. UZIga tushishni rejalashtirgandim. Borib tibbiyot muassasasiga murojaat qilganimda meni ro'yxatga kiritib qo'yishdi. Ro'yxatda 1 oydan keyin kelar ekan men navbatimda. Bu oddiy o'sha OTT apparati. Oddiy UZIga tushish uchun. Bizda masalan O'zbekistonda shunchalik tibbiyot rivojlangan baribir. UZIga biz 1 soat agar navbatda tursak to'polon qilib yuboramizda. Nimaga men kutib turishim kerak? Lekin majburmiz baribir. Endi mana navbat deganingizga o'sha yo'llanmalar shakllantirilyapti va yo'llanmani muddati 2 oy qilib qo'yilgan. Bu degani bemor agar bugun o'sha yo'llanma shakllantirilib bemor qaysidir viloyat, respublika darajasidagi yuqori texnologik operatsiya uchun yo'naltirilgan bo'lsa, u 2 oy davomida u odamning navbati albatta keladi. Albatta keladi. Undan uzoqqa cho'zilmaydi. Shu sababli ham 60 kun deb hujjatlarda belgilangan. Endi yana bitta narsa borki, hozir masalan biroz navbat bo'layotgani ham bizda yillar davomida o'sha surunkali kasal bo'lgan, 1-2 guruh nogironi bo'lgan, operatsiya qilishga mablag' topa olmasdan yotib qolgan bemorlar juda ko'p edi. Juda ko'p edi. Buni baribir tan olishimiz kerak. Agar atrofimizga qarasak, har bitta mahallada bitta, 2 ta, 3 ta shunaqa yotib qolgan bemorlar undan ham ko'p bor edi-da. Bor edi. Davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi 21-yil endi qisman faoliyat yuritdi. 22-yildan mana shu imtiyozli toifa, ya'ni prezidentimizning 5199 raqamli farmonlari asosida bemorlarga mablag' o'tkazib ular operatsiyasini ta'minlay boshladi va masalan yiliga 100 mingtalab bemor uchun mablag' to'lab berilyapti. Bu respublika darajasida. Endi masalan agar hattoki 2005-yilda ham mana ko'radigan bo'lsak, o'tgan yil davomida 101 mingta yuqori texnologik operatsiya uchun milliardlab mablag'lar to'lab berilgan tibbiyot muassasalariga. Shu o'rinda bitta narsani aytishim kerakki, ko'pchilik ba'zida murojaat qiladi, sizlar sug'urta qilyapsizlar ekan, biz больницаga yotmoqchi edik, bizga pul berasizlarmi? Bizni plastigimizga pul tashlab berasizlarmi? Yo'q. Biz davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi bu davlat tashkiloti sifatida. Ko'pchilik o'ylashadi, demak, bemor o'zimga pul tashlanadi va o'zim xohlagan. Shu uchun ham boya boshida aytganimdek, masalan, uyini, mashinasini sug'urta qilib ko'rgan-ku ular. O'ylaydiki, menga yo'q, davlat tibbiy sug'urta jamg'armasi bu davlat tashkiloti
va u O'zbekistondagi tibbiyot xizmatini sotib oladigan yagona tashkilot sifatida faqatgina tibbiyot muassasasi bilan shartnoma tuzadi. Tibbiyot muassasasi fuqaroni, aholini, bemorni davolab bergani uchun uni hujjatlarini taxlab, mana bitta bemorga o'sha operatsiya natijalariga ko'ra qancha sarflanganini, buni sarflangan mablag' ham Sog'liqni saqlash vazirligini o'sha belgilagan ko'rsatkichlari bor. Qaysi kasallikka qancha sarflash mumkin? Ana shu Sog'liqni saqlash vazirligini tegishli ko'rsatmalari asosida bizga hujjatlarni elektron tarzda taqdim etadi. Taqdim etilgan ma'lumotlar o'rganib chiqilib, tibbiyot muassasasiga mana shu har bitta bemor uchun sarflangan mablag'lar to'lab beriladi. Har oyda to'lab boriladi, oyma-oy to'lab boriladi. Masalan, oddiy davolanish uchun hozir yuqorida bir press tur davomida aytildi bu fikrlar, bazaviy hisoblash miqdorini 50 baravari miqdorida deylik. Bu operatsiyalardan tashqari, bu davolanish uchun, to'g'rimi? Ha, bu davolanish uchun biz hozir endi davolanish haqida ko'p gapirmayapmiz. Asosiy e'tiborimizni mana bu bepul dorilarga va yuqori texnologik operatsiyalarga qaratyapmiz-ku. Bu davolanishlar bu o'z-o'zidan bo'ladigan, bu kunduzgi shifoxonada davolanadi, tuman darajasida u davolanishlar davom etaveradi. Lekin masalan o'sha yuqori texnologik operatsiya uchun 20 toifadagi shaxslar prezidentni o'sha tegishli hujjatlari bilan ko'rsatib o'tilgan. 20 toifadagi shaxslar ular asosan ular yuqori texnologiya operatsiyalarida muhtoj, muammosiz bepul oladiganlarda. Mana birinchi, ikkinchi guruh nogironlar hozir eng birinchi shularni tuzatib, bularni o'sha sog'lom hayotga qaytarishga harakat qilinyapti. Birinchi, ikkinchi guruh nogironlari, pensiyaga chiqqan, ishlamaydiganlar, 18 yoshgacha bo'lganlar, harbiy oiladagilar, o'sha turmush o'rtog'ini yo'qotgan oilalarga mana bu mahallada temir daftarda turadigan ayollar daftari, yoshlar daftari, keyin armiya yoshidagi, chaqiruv yoshida bo'lganlar va xullas bu 5199 sonli farmon bor. Buni ko'rib chiqilsa o'sha va keyin yaqinda 311-qaror, ya'ni sentyabr 2024-yil sentyabrda qabul qilindi prezidentimiz qarorlari. Bunda ham yana o'sha ta'kidlangan 20 toifadagi odamlar uchun alohida. Ular birinchi navbatda. Bular eng birinchi navbatda qilinyapti. Chunki boya aytganimizdek, yillab yotib qolgan, pul topolmagan, juda og'ir ahvoldagi odamlar bor edi. Ularni oyoqqa turg'izib olishga harakat qilinyapti eng birinchi navbatda. Bemorlarga qanaqa imtiyozlar bo'lishi haqida aytib o'tdingiz. Endi umuman shifoxonaga, ya'ni shifokorlarga ham buni bir qanaqadir pluslari bormi? Shu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Albatta. Mana shu paytgacha masalan doktorlarda shifokorlar o'zlari yaxshi bilishadi. Hatto shu oilaviy shifokor darajasida ko'rsak ham bitta doktorga masalan zo'r doktor mana shu masalan Malikaxon juda yaxshi doktor, kardiolog deb eshitishgan bo'lsa, hamma odam bu doktorga kelgan, lekin bu o'sha shifoxonada Ozodaxon ismli doktor ham bo'lishi mumkin. Va unga u kun bo'yi kelib, o'tirib, o'sha belgilangan soatlarda o'tirib, aytaylik 2-3 ta bemorni qabul qilib, shunday ketgan bo'lishi mumkin. Lekin Malikaxon aytaylik juda katta nagruzka bilan ishlayapti. Eng qizig'i ikkalasini bir xil oylik. Bir xil edi oyligi. Endi davlat tibbiy sug'urtasi tizimi joriy etilgandan keyin bu to'liq faoliyat boshlaganda mana shu jarayonlarda o'zgarish bo'ladi. Ya'ni sifatli va ko'p xizmat ko'rsatayotgan shifokorning maoshi o'zgaradi. Ya'ni demak o'sha foizlar qo'shilib beriladi. Ha, uni foizi ko'payadi. O'sha qabul qilayotgan bemorning soni, bu bemorga ko'rsatilgan xizmat sifatiga qarab, uni maoshi oshib boradi. Ishlagisi kelmasdan faqat xonada 2 soat kelib o'tirib ketadigan shifokorning oyligi o'z-o'zidan kamayadi. Bu o'sha ijtimoiy tenglikni, ishga, mehnatga qo'yilgan o'sha nima deymiz endi, to'g'ri baho deymizmi yoki motivatsiya deymizmi, bu shunday bo'ladi. Keyin hozir doktorlarimizning maoshlarida juda ko'p o'zgarishlar bo'lyapti. Ko'pgina masalan hozir kardiologiya markaziga borganimizda ham masalan aytishyapti doktorlarimiz, 30-40 million bo'lyapti oyligimiz, sug'urta joriy qilingani yaxshi bo'ldi, qilgan mehnatimizga yarasha biz rag'bat olyapmiz. O'sha rag'batni olyapmiz. Bu degani ishga yanada mehrli bo'ladi, u kelgan bemorga yana ham muomalasi yaxshi bo'ladi, sifati oshadi-da xizmatni baribir. Deylik, o'sha bemorni yo'llanmasi bor bemor
xususiy klinikada davolanmoqchi. Unga ham qanaqadir bir imtiyozlar bo'ladimi xususiy klinikalarda? Albatta, hozirgi paytda biz davlat va xususiy klinikalarning o'rtasida raqobatni shakllantirishga harakat qilyapmiz. Nimagaki raqobat bor joyda o'sish, rivojlanish, yuksalish bo'ladi. Shunday. Biz hozircha xususiy klinikalarni hali to'liq qamrab olmadik. Ya'ni ulardan shartnoma imzolanmagan. Yo'q, shartnomalar imzolanyapti. Masalan, Samarqand viloyati misolida aytadigan bo'lsak, 5 ta xususiy klinika bilan shartnoma tuzilgan. Shuni ochiqlash mumkinmi, qaysi klinikalar? Yo'q, hozir endi bu reklama bo'lib qolishi mumkin, lekin bemorlar oilaviy shifokoriga borganda, masalan, siz ular xabardor. Ha, oilaviy shifokorlari kompyuterdan bemorni yo'naltirayotganda o'sha ularni qabul qilishi mumkin bo'lgan, aytaylik, kardiologiya yo'nalishida yoki ginekologiya yo'nalishidagi tibbiyot muassasalarini qatorida davlatniki va nodavlatniki ko'rinadi. Oilaviy shifokorlari albatta bemorlardan so'raydi, siz mana bu yerda boya aytganimizdek navbatda ham shu yerda aytib o'tsak bo'ladi. Oilaviy shifokor yo'llanma shakllantirayotganda o'zi ko'rinadi. Masalan, kardiologiya markazida 20 ta odam turibdi. Masalan, viloyat ko'p tarmoqlikda 10 ta odam turibdi. Ikkalasi ham aytaylik yurak operatsiyasini amalga oshiradi va yana bitta xususiy turgan bo'ladi. Unda aytaylik 25 ta odam bor ekan. Va bemordan so'raydi, mana shunday ekan, siz qaysi biriga borishni xohlaysiz? Siz navbat kutishga 25 ta odamga 26-chi bo'lib yozilsam rozimisiz yoki mana bu 15 ta odam bor joyga borasizmi? Bemor o'z tanlovini aytadi. Demak, umumiy elektron baza yaratilgan. Har bitta oilaviy shifokor bu navbatni ham ko'rib borish imkoniyatiga ega. O'sha yo'llanma shakllantirayotganda bemorga ko'rsatish uchun qayerda nechta navbat turganini ko'ra oladi. Va bemorning tanloviga ko'ra, agar siz masalan xususiyga boraman, men 25 ta bo'lsa, mayli 26-chi qilib yozing desa, u yozish kerak bo'ladi. Xususiy klinikalarda mana shu 3 oy davomida Samarqand 156 ta odam davolandi. Xususiy klinikalarda. Bu xususiy klinikalar bilan davlat tibbiy sug'urtasi shartnoma tuzadi. Buning uchun Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli nimasi qarori kerak bo'ladi. Ko'rsatmalari kerak bo'ladi. Nimagaki o'sha xususiy klinikalarga qo'yiladigan talablar Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan ishlab chiqiladi, bilasiz, va bu xususiy o'sha talablarga javob beradigan bo'lish kerak. O'sha ko'rsatkichlari bo'yicha vrachlarini tajribasi, malakasi, texnologiyalari va bemorlarni qabul qilish qobiliyati, sharoiti bilan Sog'liqni saqlash vazirligining tegishli hujjatlariga mos kelishi kerak ularda o'sha ko'rsatkichlari. O'shandagina o'sha xususiy klinika bilan shartnoma qilish shundagina Sog'liqni saqlash vazirligi masalan bizga mana shu klinikani ham o'zingizlarga jalb qilsalaringiz bo'ladi. Bular bemorlarga mana shu eng yuqori darajada xizmat ko'rsata oladi degan nimani xulosani bergandan keyin biz shartnoma tuzamiz. Shu joyda hozir bitta narsa aytib o'tmoqchi edim. Davlat tibbiy sug'urtasi tizimida imtiyozli yo'llanma deb aytyapmizmi? Imtiyozli yo'llanma doim talab qilinadi bepul xizmat uchun va imtiyozli yo'llanma talab qilinmaydigan ikkita holat bor. Bu shoshilinch yordam va ekstrenniy yordam. Ular navbatda turmaydi. Bular navbatga ham turmaydi. Masalan, oilaviy shifokordan yo'llanma ham olmaydi. Nimagaki bu tez yordam va ekstrenniy yordam deb aytyapmiz. Mana boya aytganimizdek birdaniga ahvol og'irlashib qoladi. Aytaylik, operatsiyaga ekstrenniy tibbiy yordam kerak. Nima bor? Bu paytda masalan oilaviy shifokor yo'llanma bersin yoki ko'rinmadingmi degan narsa yo'q. U mana shu ko'rsatkichlar bo'yicha tez yordam chaqirishi va birdan ekstrenniy shoshilinch yordamga kelishi mumkin. Bu 3 kun, 4 kun davomida uni bepul hamma tibbiy xizmatlarni bepul ko'rsatishadi. Tushunarli. Chunki endi imtiyozli yo'llanma deb aytyapmiz. Hozir odamlarda savol bo'lishi mumkin-da. Aytaylik, bolam deydi, yaxshi yuruvdi, o'ynab, mana kechqurun 9 da hozir 40 darajada isitmalyapti. Men oilaviy shifokorni qayerdan topaman? Yo'llanma olish. Yo'llanmani men qayerdan olaman? Ertagacha kuta olmayman-ku, bolam ahvoli yomon-ku. Shu sababli mana shular ham e'tiborga olinganda, har bitta e'tiroz, har bitta kichkina narsalar bu hisobga olinib, imkoniyat darajasida aholiga qulaylik, aholida o'sha
bir imkoniyatlar yaratishga harakat qilinyapti. Bu yerda eng asosiysi tibbiyotni aholiga yaqinlashtirish va aholiga tibbiy xizmatlar sifatini yaxshilab berish bo'lyapti. Shu sababli mana shunday holatlarda oilaviy shifokor yo'llanmasini olmasdan borib murojaat qilish mumkin. Imkoniyati bor. Katta rahmat Sayyor opa. Sog' bo'ling. Umuman ushbu tizim haqida batafsil, mazmunli suhbatingiz uchun, ma'lumotlar menimcha har birimiz uchun kerakli. Va bu masala bo'yicha savollaringiz bo'lsa bizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Gulruxon to'g'ri aytyapsiz, haqiqatdan murojaat qilishga sizlarga murojaat qilishlari mumkin. Doim nasib bo'lsa hamkorlikda ishlaymiz. Shuningdek, Davlat tibbiy sug'urtasi jamg'armasida mana shunday murojaatlarni o'rganish, aholini fikrlarini, mulohazalarini bilish, ularda shikoyatlari bo'ladigan bo'lsa, ularda tezroq yechimini berish maqsadida murojaatlar bo'limi hamda kol markaz ishga tushirilgan. Kol markazimiz qisqa raqamlarda 1149 qilib qo'yilgan. Bu ham shu bir qulaylik sifatida qisqa raqam qo'yildi. 1149 ga har kuni 9 dan kechki 6-7 gacha qo'ng'iroq qilish, bog'lanib, agar savollari masalasida va shu yo'llanmalar masalasida umuman mana shu tibbiy xizmatlar bo'yicha, kasalliklar bo'yicha yoki boshqa umuman olganda davlat tibbiy sug'urtasi bilan bog'liq bo'lgan masalalarda qo'ng'iroq qilib bog'lanishi, mutaxassislardan javoblarni olishlari mumkin. Tushunarli, katta rahmat. Sog' bo'ling. Xush kelibsiz. Yana bir marta. Sog' bo'linglar, rahmat.